Oyoq qismida tortib og'rishlar, uvishlar, sudurgi holatlari bilan akamiz va kenayimiz bizga murojaat qilgan edilar. Malakali mutaxassislarimizdan 5 kun muolaja olishdi. 5 kunlik muolajadan keyin fikrlarni eshitamiz. Men Ramazonim Shuhrat, ayolimni shu skelet klinikasiga olib keldim. Undan oldin biza ancha shunaqa klinikalarga, travmatologiyalarga, har xil shunaqalarga bordik. Bizani oyog'imizda uvishish, tortishish, sudurgilar berib, belimiz og'rib, mana shunaqa narsalardan ham keluvdi, muammolar bilan. Allohga shukr, shu skelet klinikasida yaxshi doktorlarimiz, yaxshi anaqalarimiz bor ekan. Oyog'imizdan shundan davo topdik. Srazi effekti 2 kun, 3 kun ichida bo'ldi. Sizlarga ham maslahat beramiz, agar kimdadir shunaqa muammolar belida, grijasida, oyog'ida bo'layotgan bo'lsa, tepasida haqiqatan o'zim qarab o'tirdim. Spetsialist, haqiqatan mutaxassis ekan bular. Yaxshi natija srazi bo'lyapti. Endi ko'pchilik joylarda endi hammani yomonlashda emas u. Ko'pchilik joyga borganimizda natijasi yo chiqqan, yo chiqmagan, har xil endi bo'lib turadi, keyin tuzalib ketasiz degan narsalar bo'lardi. Bu yerda srazi natijasi bo'ldi. Haqiqatan o'z ishini ustasi odamlar ekan. Maslahat beraman, agar kimda kim shunaqa muammo, shunaqa og'riqlar, shunaqa anaqalarga duch kelgan bo'lsa, skelet zo'r. Sizni ham oyoq qismingizda kechqurun sudurgi, tortib og'rishlar, uvishlar kuzatilayotgan bo'lsa, erta tongdan skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, kommentariyaga plus belgisini qoldiring, like bilan podpiskani unutmaymiz.